qurilishiga, ekilish jarayonigacha plus-minus bir 350 million xarajat ketdi. Yanvarda 15dan beri terishni boshladik, bozorga olib chiqib sotishni boshladik. 16 soat yorug'lik kerak bo'lar ekan. O'sha noyabrda kun qisqargani uchun bu sal cho'zildi. Agar buni ertaroq ekkanimizda, o'sha quyoshga to'yinib o'sib olsa, ertaroq daromad kirardi. Ko'payishni boshladi sekin-sekin. 4 kun, 5 kunda bir terdim. Endi quyosh yo'qligini hisobiga keyin hozir kunga kelib 2 kunda bir teryapman. 2 kunda necha kilo chiqadi? Hozir kundan kunga ortib boryapti. O'sha 25 kilodan oshiq teryapman. 240 ming, 250 mingdan topshiryapti. Sentyabrgacha davom etadi. Bunga qiziqish endi televideniya orqali ko'rganda qiziqish paydo bo'lgan. 1 sotikdan, 2 sotikdan buncha daromad qildim desa haligi endi hech ishonmasdik. Keyin shu qiziqish boshlanib, oilaviy qilib 1 yili konstruksiya qilib qurdik. Keyin ikkinchi yilga bu stelajlarni qildim. Bitta boks qilamiz degandik. Bu gidroponikani alohida qilib bo'lmas ekan. Bu bittada to'ldirish kerak ekan. Keyin shunaqa qilib yana 1 yilga cho'zildi. Keyin yana narsalarni hammasini tayyorlab o'tgan yili noyabr oyida ekdikda. Keyin bundan oldin yerga ekkanmiz. Uncha daromad yaxshi bo'lmadi. Chunki bunaqa haligi sharoitlar yo'q edi. Misol isitish sistemalari yaxshi emas edi, sovutish sistemasi umuman yo'q edi. O'shani hisobiga yerda uncha endi pishganda kun isib ketdi, keyin to'xtab qoldi hosil. Qulpunayda shunaqa ekan, harorati bir xil bo'lish kerak ekanda, issiq ham yoqmas ekan, sovuq ham yoqmas ekan. Bu 10 sotik. Bu yerga 10500 ta ko'chat ekdik. Koreyskiy Solixannav ko'chat ekdik. Atablena qilganmiz. Ko'mir orqali yoqib, kotyol bilan isitib, shunaqa qilib chiqdik.